Yo, hammaga salom bolalar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Mana bunaqa qanotlar bilan birgalikda mana uchamiz va futbolchilarning kartasini olib kelishni o'ynaymiz. Hozir biz reversga tayyor va giftsdan 50 ga pulni olamiz. Ozgina o'ynab qo'ydim bolalar. Qiziq o'yin ekan. Mana ikkita futbolchim ham bor. Mana bu yerda Iniesta va Foden. Ikkita futbolchim bor. Va biz endi reverse qilamiz. Speedni mana upgrade qilib olamiz. Birinchi 500 ga yetmaydi hali. Mana buni upgrade qilamiz ozgina. Result yetadi. Bunga yetmaydi. Buni maksimal darajada upgrade qildik. Bo'ldi. Endi ketdik. Bir marta borib kelamiz. O'tdik bolalar. Bu yoqqa bitta reverse'dan so'ng ekan. Bu yerda 4 ga yaxshi. Yo, 1 ga boshqa olmaymiz. Bo'ldi. Ketdik. Ketdik. Tezlikda o'tib ketamiz. Qani tezlikda o'tib. Endi bolalar zonamizga olib borib qo'yamiz. Mana uchishni qo'shib yaxshi qilgan. Mana shunday. Mana zonada ham uchib bo'lgan yaxshi albatta. Uzoq joylarga bemalol tezda bora olamiz. Nima bo'ldi? 4-3 galik Saka. Buni albatta kuchaytirib yuboramiz. Purchase pending. Yo'q, kerak emas. Reverse qilishimiz kerak bolalar. Reverse. Oq bo'lar ekan fon. No, ketdik. Bunisi edi. Pullarni olib chiqib upgrade qilamiz endi. 173 ga. Hali kam pul. Mana buni ham kuchaytiramiz. Buni anchagina kuchaytiramiz bolalar, buni ham. Bo'ldi endi. O'rtadagini ham kuchaytiramizmi? Fodenni. Mayli, kuchaytiramiz va keyin kuchaytirishga iloji yo'q. Hojat bo'lmaydi. Bo'ldi, 3 tasi yetadi bizga. Yaxshigina pul olib kelyapti. Giftsda 3 plus revive. Uzoqlarda revive qilsak bo'lar ekan bolalar. Bilmadim, shunaqa deb tushundim men. Qani bu yerda wingslar bor ekan. Bizda 500 galikdan olamiz hozir bolalar. 500 galik wingni olamiz. Bunisi edi. Xo'sh bolalar, mana 500 galikdan oldik. 500 galik qanot orqamizda nimaga yordam beradi bilmadim. Pullarni olib kelamiz birinchi o'rinda. Pullarni olib kelamiz. Va maksimal darajada kuchaytirish kerak. Mana bu yerda Arda Güler bor ekan. Ammo bizga kerak emas bolalar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda futbolchilar bor ekan. Prime Ronaldo 99 maksimal. Xo'sh, mana bunga maksimalni kuchaytiramiz birinchi o'rinda. Va speedni ham Alisson Becker bilan 666 million pul berar ekan. Ertaga shuni aytyapti. 500 ga buni kuchaytiramiz hozir bolalar. Bo'ldi, endi 500 ga. Anchagina tezlashdik bolalar. Juda tez bo'ldik. Mana bu yerga 500 ga buni kuchaytiramiz. Va hozir bir marta borib kelamiz. 3 ta revive'imiz bor. Hozir ko'ramiz. Ketdik. Tomon zona ikkinchi reverse'ga ochilar ekan. Zonaga ham o'tamiz hozir. Ket. Voy, ketma. Tegmadi bolalar, tegmadi. 5 galik, 4 galik, 5 galik. Bo'g'on. Lucky block oldik. 5 ga 508 ga olamiz. Endi qaytamiz bolalar. Ketdik. Easy o'tamiz bu yerlarda, ammo mana bu yer
Deyip ketsak judayam alam qiladi bolalar. Mana bu bazagacha bora olamizmi? Ha, bora olarkanmiz. To'ppa to'g'ri bazaga tushdik bolalar. New soccer card. Johan Cruyff debman. Cruyff bolalar. Qani bo'lsak ocharkan. Ungacha biz buni qo'yib olamiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Pulshich 3 kalik mayli bo'ladi. Bularni kuchaytiramiz hozir. Anchagina turgan joyda ham tez yuryapmiz. Tilim ham aylanmay qoldi. 8 ga beryapti bu. Cruyffni hozir kuchaytiramiz. Rebiors. Ha, tezlikda Rebiors bo'ldi 55 ta. Keyingi Rebiors ham 70 degan. Ko'rib qo'yganimiz yaxshi, chunki mana bunda o'tib ketmaymiz keyingisida. Voy bola, men haykalimga qaranglar turishimga. Ketdik endi, mana bu yoqqa borib kelamiz bir marta. Kuchaytiramiz albatta. Maksimalni mana bunga maksimalni kuchaytiramiz. Bo'ldi, endi zonaga borib pullarni yig'ib kelamiz. Yig'amiz hammasini. Endi Arda Gülerni olsak bo'ladimi? Claim Gülerni oldik valla. Qancha beradi bu? Hozir qo'yamiz va ko'ramiz. 751k sekret ekan bolalar, sekret. Bo'ldi bolalar, biz bu o'yinda anchagina kuchayib ketdik bolalar. Buni kuchaytirish 11 million ekan. Bir marta kuchaytirib qo'yaylik, mayli. 844k bo'lib ketdi bolalar. 844k. Endi 10 millionlikdan olamiz bir marta. Qani 10 million, keyingisi 100 million, keyingisi 1 milliard. Ajoyib. Bulardan uncha pulni yig'ish ham kerak emas. Eng muhimi mana bu Arda Gülerdan 30 million oldik. Rebiors bu yerda kim turibdi bolalar? Ronaldo turibdi menimcha. Ronaldo bolalar, Ronaldo. Qani endi mana buni maksimalni kuchaytirib olamiz. Buni ham tezlik juda muhim. 3 ga o'tsa bo'ladi. Qani 3 million pulimiz qoldi. Endi bir marta borib kelamiz bolalar. Ikkinchi Rebiorsni ham qilgan edik. 91 bo'lib ketdi. Voy, borib kelsak bo'lar edi. Mayli, farqi yo'q. Endi yana boshqatdan pullarni yig'amiz. Mana 444 ga beradi bu. Nega kam beryapti bu? 19 million berdi hozir. Kuchaytiramiz. Yo'q, keyingisiga yetmaydi bolalar. Hozir bola 1 million qilamiz buni. 1 million. 40 million bo'lib ketdi pulimiz. Qani mana 1 million beryapti endi. 46 millionga kuchaytiramiz bolalar bu yerda. Juda sekin. Endi esa ko'ramiz hozir. Maksimalni kuchaytiramiz. Buni ham keyingi Rebiors nechida? 85 ta bolalar. 90 qilamiz. Va buni bu kerak emas. Yana bitta Rebiors qilib olamiz. Bola juda ko'p Rebiors qilyapmiz. Arda Gülerni oldik chunki Arda Gülerni hozir 1 million o'zgarmayapti. 26 million yana olib chiqamiz. Ketdik. Mana bu yoqqa borib kelamiz yana bir marta. Giftda 2x cash 3 minutga 2x bo'ldi bolalar pulimiz. Mana buni kuchaytiramiz. Tezlikni tez. Mana buni ham juda ko'p kuchaytiramiz. Pulimiz yetgan necha? Qanqan 2x vaqtda olib olamiz pullarni bolalar. Va keng zonalarga ketdik. Keng zonalarga o'tib ketamiz bir martaga. Ketdik. Tez.
Bu yerga ham bemalol o'tdik. Legendariy zonadamiz hozir. Bu yerda necha 34 kaliklar bor ekan bolalar. Mana o'tib ketdik va mana shu yerda to'xtab olamiz. 189 ga. Yo'q, bu yerda kerak emas hozir bizga. Ketdik. Keyingi zona qayerda? Ha, mana bu yerda ekan. Voy, yetib borish kerak. Ha, yetib oldik bolalar. Yetib oldik. Bitta bundan va 800 ga yana ardagullarmi? Ha, 790 kalik bor ekan. Yo'q. Lucky Block'ni qiziqyapman. Bo'lmasa olmaymiz Lucky Block. 900 drop, 950 ga va bu yerda 33. Mayli, bir marta olamiz, mayli. Ketdik. İşte bu ham. Tezda borish kerak bola keyingi zonagacha. Keyingisi. Voy, tugadi. Voy, ulgurdik bola. Ulgurib qoldik. Keyingisiga go bo'lmasam. Ketdik. Tez zonaga tezda qaytishimiz kerak. Bola, menimcha bizda 3 ta revive bor edi. 3 ta revive. Tegma, faqat tegib ketma. To'plab olamiz va mana shu yoqdan ketdik. Yaqinlashib qoldik bolalar. Keyingisida. Ketdik. Bolalar, keldik. New soccer card, Gülerni olib keldik. Gülerni qo'yamiz bolalar. Va mana bu mana ochamiz. Bola, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ungacha biz ochamiz. Qani 775. Undan ko'ra boyagilarni olardim, Gerrand. Mayli. 1 milliard pulimiz bo'lib ketdi bola. 1 milliardlikdan bitta olamiz. Voy, chiroyli ekan. Anchagina chiroyli ekan. Bular endi kerak ham emas bizga. Olib chiqamiz birma-bir. Boyaga 3 tasi tursa bo'ldi bizga. Endi mana buni ham olamiz. Buni ham olamiz. 11 kani ham olamiz. Bo'ldi, 3 tasi turadi bizga. 1 million, buni ham bir marta kuchaytiramiz bolalar. 1 million beryapti. 2 million qilib qo'yamiz bolalar buni. Yo'q, 2 millionga ozgina yetmayapti. Go. 2 million, 2 million beryapti bu. Keyingi Rebiors hozir ko'ramiz bolalar. Keyingi Rebiors qanchada? Keyingi Rebiors 100 da. Hozir qilamiz. Xo'sh bolalar, mana bu yerda kuchaytiramiz hozir pulimizni boriga. Speed eng muhimi bizga. Speedga endi yetmaydi. Va mana buni ham kuchaytiramiz maksimalni. Nega kuchaymayapti? Ha, kuchayapti. 80 million endi bo'ldi bolalar. Staminasi ham anchagina bo'ldi. Hozir stamina yana kuchaytiramiz. Ozgina stamina kerak bolalar. Stamina juda kerak. Bo'ldi bolalar, ketdik. So'nggi reverse qilamiz. 3 ta revive'im bor. Bemalol ketsam ham bo'ladi. Voy, tegib ketma. Ketdik, mana shu yerga tushib olamiz. Mythical zona, bu yerda 142 kaliklar kerak emas. Ketdik, tez. Bemalol yetadi. 5 ta reverse'dan keyin ochilar ekan bolalar bu yog'i. Bu yog'ini ham ochamiz bolalar, reverse qilib. Yo'q, kerak emas. Bu yerdan yaxshilarni olib 856. Mana shu olamiz. Oldik. Ketdik endi bolalar. Tezda qaytamiz. Voy. Revive.
nimalar bo'lyapti? Bola 3 ta bor bizda. Spawn bo'ldi qandaydir. 1-2 million. Spawn bo'ldi 2 million. 1-2 million. Bo'ldi ketdik bolalar. Kuchaytirmabmiz-ku. Tezroq o't. Tezroq o'tib ket, tez. Mana bu yerga bitta to'xtab olamiz va keyingisida hozir bu 2 millionlik bor bizda. 2 millionlik bolalar, 2 million. Hozir bu yerda bitta to'xtab olamiz chunki o'zimizni rostlab olamiz. Ochilgani bilan ketamiz. Bu yoqdan tegma. Tegib ketishga sal qoldi bolalar. Xavfli bo'lib qoldi. 2 millionlik turgani uchun qo'limda. Menga shunday tuyulyapti bolalar menimcha. Ketdik. Oldik bolalar. Gold Garant. 2 millionlik gold. Mana shu futbolchining goldini oldik. Gold Cross bolalar. Reverse qilamiz endi. Reverse. Va giftni olamiz. 450 ga. Xo'sh bolalar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Ko'rishguncha xayr.